Qachon uy sotib olgan ma'qul? Bozordagi tendensiyalar bizning kundalik qarorlarimizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ipoteka krediti haqiqatan ham imkoniyatmi yoki uzoq yillik yuk? Imkoniyati mavjud bo'lgan holatda uy-joy sotib olish har doim to'g'ri iqtisodiy qaror hisoblanadi. Respublika tarixidagi eng ko'p miqdordagi ipoteka kreditlari ajratildi. Aynan bugun uy sotib olarmidingiz yoki kutarmidingiz? Nima uchun birlamchi bozor, ya'ni yangi uylar ikkilamchi bozordan ko'ra ustun keladi? Uy-joy islohotlari o'sha makroiqtisodiy qurilish, ijtimoiy siyosatning kesishgan nuqtasi hisoblanadi. Uylar soni ko'payib boryapti. Bu narxlarni tushiradimi yoki oshiradimi? Birdaniga to'lash imkoniyatiga ega bo'lgan aholi nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Kerakli vaziyatlarda to'g'ri qaror va qimmatli bilimlar insonga har doim asqotadi. Qachon uy sotib olgan ma'qul? Bozordagi tendensiyalar bizning kundalik qarorlarimizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Biz bugun har bir oila uchun dolzarb masala bo'lgan uy-joy bozori haqida gaplashamiz. Eslatib o'taman, bugungi suhbatdoshimiz Markaziy bankning hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida tijorat banklari faoliyatini monitoring qilish departamenti boshqarma boshlig'i o'rinbosari Sunnatilla Xolmurodov bo'ladilar. Assalomu alaykum Sunnatilla. Assalomu alaykum. Kelibsiz Insightga. Rahmat. Uy-joy sotib olish bu har bir fuqaroning eng katta hayotiy investitsiyasi hisoblanadi. Aslida bu mamlakat makroiqtisodiyotiga, bank tizimiga va aholining ijtimoiy kayfiyatiga qanday yo'llar bilan ta'sir ko'rsatadi? Umuman inson ehtiyojlarini ikki asosiy tarkibiy qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi bu demak oziq-ovqat, kiyinish, sog'lik bilan bog'liq, shu bilan bir qatorda demak yashash bilan bog'liq muhim ehtiyojlar hisoblanadi. Ikkinchisi demak bu sayohatga chiqish yoki bo'lmasa qimmatbaho avtomobillar sotib olish yoki ko'ngilochar maskanlarga borish, bu o'z o'rnida ikkilamchi darajali ehtiyojlar. Shu nuqtai nazardan insonni o'z hayotida demak uy-joy sotib olishi uning hayotdagi eng yuqori yutuqlardan biri sifatida e'tirof etilib, o'zi uchun yangi statusni belgilab olishi mumkin. Bu har bir fuqaroga demak hayotdagi keyingi marralarga ilm-fan, taraqqiyot, kasbiy rivojlanish, eng muhimi farzand tarbiyasiga bo'lgan demak e'tiborga ko'proq imkoniyat yaratadi. Shu nuqtai nazardan bu inson hayotida, umuman mamlakatda ijtimoiy kayfiyatida muhim ijobiy kayfiyatni shakllantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Makroiqtisodiy jihatdan ham demak birlamchi bozordan uy-joy sotib olish to'g'ridan to'g'ri mamlakat yalpi ichki mahsulotini o'sishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda demak respublikada o'rtacha 17-18% ya'ni budjet mablag'lari hisobidan ajratilayotgan ipoteka kreditlari demak aynan birlamchi bozor uchun yo'naltirilmoqda va bu ham iqtisodiy jihatdan juda ham to'g'ri qaror hisoblanadi. Shuningdek, bank tizimi nuqtai nazaridan ham ipoteka kreditlari nisbatan barqaror kam riskli aktivlardan biri hisoblanadi. Sababi O'zbekistonda talabni shakllantiruvchi omillar juda ham yuqori. Bu demografik omillar bo'lishi mumkin, aholi daromadlari, umuman mamlakatda iqtisodiy taraqqiyot nuqtai nazaridan. Mazkur holatda bu bank tizimi uchun xavfsiz aktiv hisoblanadi. Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda demak uy-joy siyosati nafaqat bozor statistikasi yoki aholini uy-joy bilan ta'minlashni demak ijtimoiy iqtisodiy yechimi sifatida emas, balki o'sha makroiqtisodiy ijtimoiy qurilish industriyasi, eng muhimi o'sha saylov jarayonlarida ham faol demak omilga aylanib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, uy-joy islohotlari o'sha makroiqtisodiy qurilish, ijtimoiy siyosatning kesishgan nuqtasi hisoblanadi. Umuman 2025-yil natijalari bo'yicha O'zbekiston uy-joy bozori umumiy ko'rinishi, manzarasi qanday bo'ldi? Bir so'z bilan aytganda, bu bozor uchun qanaqa yil bo'ldi? Men o'ylayman, juda ham yaxshi yil bo'ldi. Sababi talab nuqtai nazaridan ham, taklif nuqtai nazaridan ham o'sha ipoteka krediti ajratilgan ipoteka kreditlari hajmida ham demak respublika tarixidagi eng ko'p miqdordagi ipoteka kreditlari ajratildi. Ya'ni o'tgan yilda tijorat banklari tomonidan 70.4 ming nafar fuqarolarga 21.2 trillion so'm. Bu tarixiy maksimum
Xuddi shu tarzda demak taklif nuqtai nazaridan ham o'tgan yilda demak respublika hududlarida 135 mingta demak xonadonlar qurib bitkazildi. Shundan demak o'rtacha 33%, ya'ni 43.6 mingta kvartiralar aynan bank kredit mablag'lari hisobidan qurilgan. Bundan tashqari demak narx nuqtai nazaridan ham barqarorlashuv yili desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki oldingi yillarga nisbatan olinki o'sha 2022-2023 yillardagi o'sha narxlarni keskin o'sish tendensiyasi nisbatan barqarorlashdi. Umuman shu tahlillardan ko'rdikki, o'tgan yilda birlamchi uy-joy bozorida narxlar indeksi demak 4.4% ga, ikkilamchi bozorda esa 5.9% ga pasayib nisbatan barqarorlashdi. Bu barqarorlashuv eng avvalo o'sha taklif omilini oshishi bilan bir qatorda aholi daromadlari, shuningdek so'nggi yillarda o'sha mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti natijasida umuman o'sha o'rtacha hisoblangan nominal ish haqi ko'rsatkichlarining oshishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yana bir muhim jihat, o'tgan yilda muhtaram prezidentimizning 19-noyabrdagi 347-sonli qarori bilan sohada tartibga soluvchi organ, ya'ni urbanizatsiya va uy-joy milliy qo'mitasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Mana bu ham kelgusi davrda umuman rivojlanish siklini yangi demak tendensiyaga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda umuman ipoteka bozoriga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ancha faollikni kuzatishimiz mumkin. Bu o'sishni asosiy harakatlantiruvchi faktorlari nimalar bo'ldi? O'tgan yillarda umuman uy-joy bozorini rivojlantirishda ko'plab omillarni ta'kidlashimiz mumkin, lekin eng muhimlariga to'xtaladigan bo'lsak, muhtaram prezidentimizning 58-86 sonli farmonlari bilan umuman tom ma'nodagi yangi tartib joriy etildi. Demak, mazkur farmonga qadar umuman respublikada uy-joy qurilishi yoki ipoteka krediti ajratilishi kam sonli qurilish kompaniyalari orqali amalga oshirilgan bo'lsa, farmon bilan demak budjet mablag'lari hisobidan tijorat banklariga uzoq muddatli resurs mablag'lari joylashtirish, ya'ni kelgusida aholiga ipoteka kreditlari ajratish uchun uzoq muddatli resurslar bilan demak ta'minlash mexanizmi yo'lga qo'yildi. Bu o'z navbatida mana shu sohada demak qurilgan umuman uy-joy quruvchi investorlar ko'lamini son va sifat jihatdan kengayishiga olib keldi. Bozorda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishda demak iqtisodiy huquqiy asos bo'ldi. Bu birinchisi. Yana bir muhim jihat, so'nggi yillarda demak respublikada demografik o'sish tendensiyasi ijobiy kuzatilmoqda. Joriy yil 1-yanvar holatiga respublikada doimiy aholi soni 38.2 million nafarni tashkil etib, 2024-yilga nisbatan 1.8% ga demak o'sdi. Bu tom ma'noda mamlakatimizni boyligi, bu har bir iqtisodiy o'sishda demak talabni shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Bu albatta men o'ylayman, bugungi investorlar kechagi investorlardan, kechagi tadbirkorlardan tubdan farq qiladi. Men aytmoqchimanki, har bir qarorini demak tahlilga, demak aniq raqamlarga tayangan holda, shundan kelib chiqib talabni ko'rgan tadbirkor albatta uy-joy qurilishiga bo'lgan investitsiyani kengaytirib boradi. Bu ham asosiy omillardan biri hisoblanadi. Yana bir muhim jihat, so'nggi yillarda o'sha mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijobiy islohotlar natijasida yalpi ichki mahsulot hajmi doimiy o'sish trendida shakllanmoqda. 26-27 yillarda ham yalpi ichki mahsulotning demak o'rtacha o'sish demak ko'rsatkichlari 6,5-7% atrofida prognoz qilinmoqda. Bu ham o'z navbatida kelgusida o'sha aholi umumiy daromadlariga ta'sir qiladi va uy-joyga bo'lgan talabni yanada rag'batlantiradi. Umuman so'nggi yillarda uy-joy bozorini rivojlanishiga hissa qo'shgan yana bitta muhim faktorlardan biri sifatida maqsadli subsidiya tizimini yo'lga qo'yilganligi. Ya'ni uy-joy sotib olishda dastlabki badal xarajatlari uchun 30 million so'm miqdorida demak subsidiya berilmoqda va shu bilan bir qatorda birinchi 5 yil davomida foiz xarajatlarining asosiy stavkadan oshgan qismi
demak byudjet tomonidan fuqarolarga qoplab berilmoqda. Bu ham o'z navbatida o'sha talabni rag'batlantiruvchi muhim faktorlardan biri bo'lib kelmoqda. O'tgan yilgi statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, ajratilgan 21,2 trillion so'm miqdoridagi ipoteka kreditlarining demak 6,2 trillion so'mi aynan o'sha subsidiya xabarnomasiga ega fuqarolarga ajratilgan. Qayd etish joizki, so'nggi yillarda bozorni barqaror rivojlanishda O'zbekiston ipotekani qayta moliyalash kompaniyasini ham alohida o'z o'rniga ega. Raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2020-yilda ajratilgan ipoteka kreditlari hajmida kompaniyaning ulushi atigi 1% bo'lgan bo'lsa, demak o'tgan yili bu ulush 11% ga yetdi. Ya'ni ajratilgan ipoteka kreditlarining 2 trillion so'mi aynan kompaniya shartlari doirasida ajratilgan. Bu ham kelgusida o'sha kompaniya tomonidan amalga oshirilayotgan ijobiy islohotlar, mana sekuritizatsiya borasida yoki ipoteka obligatsiyalari borasida amalga oshirilayotgan islohotlari uzoq muddatli o'sish trendini shakllantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. O'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, so'nggi yillarda bozorda narxlar faqat o'sish tendensiyasini ko'rsatdi, kuzatishimiz mumkin edi. Bundan 2-3 yil keyin, bundan keyingi holatni qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Asosiy ssenariyga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu keskin o'sish yoki tushish emas, albatta o'sha taklif hajmiga mos ravishda, demak talab shakllangan holatda barqaror darajada saqlanib qolinishini demak prognoz qilishimiz mumkin. Chunki oldimizda bir qator muhim vazifalar bor. 2030-yilgacha quriladigan uy-joylar sonini har yili 10 mingtaga oshirib borish, xususan joriy yilda demak 140 mingdan ortiq xonadonlarni qurib bitkazish topshiriq mutasaddi vazirlik idoralariga berilgan. Shu bilan bir qatorda demak talabni rag'batlantiruvchi ko'plab omillarni ham inobatga olishimiz mumkin. Bu yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bu demografik omil bo'lishi mumkin. Bundan tashqari biz bugungi kunda Iqtisodiyot moliya vazirligi, ipotekani qayta moliyalash kompaniyasi, tijorat banklari bilan birgalikda bir qator muhim demak ipoteka mahsulotlari ustida ish olib bormoqdamiz. Va o'ylayman, bu ham o'z navbatida o'sha bozorga yangi talabni shakllantirishda muhim asos bo'ladi. Shu nuqtai nazardan kelgusi yillarda biz keskin tushish yoki oshish tendensiyasini kuzatish emas, balki barqaror narx darajasini prognoz qilishimiz mumkin. Uy-joy bozori sharhida ko'rsatilganidek, yangi oilalar soni yangi qurilayotgan uy-joylardan ko'ra ko'proq. Ya'ni talab va taklif o'rtasidagi bu farq umuman ipoteka bozoriga va umumiy narxlar barqarorligiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Haqiqatan o'sha yangi tashkil etilayotgan oilalar soni yil sayin oshib bormoqda. Mana raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan yilda ham qariyb 270 ming nafar demak yangi oilalar tashkil etildi. Lekin bu degani o'sha 270 ming nafar oila to'liqligicha yangi talabni shakllantiradi degani emas. Umuman ipoteka amaliyotida yangi oila yoki uy xo'jaligi tushunchasi bor. Ya'ni 2-3 ta oilalar bitta uy xo'jaligida yashash mumkin. Bu tabiiy holat. Lekin yangi oila kelgusi 5-10 yil uzoq muddatli demak istiqbolda talabni shakllantiruvchi asosiy bo'g'in hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu bir tarafdan taklif hajmidan oshib ketadigan bo'lsa, oilalar soni bu o'z navbatida bu narxga qo'shimcha bosimni yuzaga keltirishi mumkin va o'sishiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan uy-joy islohotlarini rivojlantirishda faqatgina urg'uni demak ipoteka kreditlariga emas, balki umumiy taklif hajmini oshirishga yoki bo'lmasa bankdan tashqari umuman ijara yo shu kabi boshqa produktlarni ham oshirish islohotlarni uzoq muddatli samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Barchamiz yaxshi bilamiz, 2008-yilda jahon global inqirozini o'sha sabablardan biri bu ipoteka standartlarini yengillashi va ipoteka qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq edi. Bu borada ipoteka obligatsiyalari qanchalik xavfsiz hisoblanadi? 2008-yilda ro'y bergan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozini tub ildiziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ikki muhim jihatni inobatga olishimiz lozim. Birinchisi bu
2000-yillardan boshlab Amerikada o'sha ipoteka krediti ajratish standartlarining yumshatilishi, bu o'sha qarz yukiga bo'lgan talab, aholi daromadlari yoki bo'lmasa o'sha kredit tarixiga bo'lgan talablarning yumshatilishi, bu kelgusida mazkur yo'nalishda muammoli kredit qarzdorligini keskin o'sishiga olib kelgan. Ayni shu vaziyatda yirik investitsion banklar va boshqa kompaniyalar tomonidan, demak, o'sha muammoli ipoteka kredit portfelini yaxlit collateralized debt obligation, ya'ni ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'oz sifatida jahon bozorida sotish operatsiyalari faol rivojlandi. Bu o'rinda, demak, sug'urta kompaniyalarini yoki bo'lmasa o'sha xalqaro reyting tashkilotlarini ham rolini alohida qayta o'tish lozim. Chunki o'sha aynan muammoli kredit qarzdorligiga ega bo'lgan portfelni sun'iy ravishda nisbatan yuqori tarzda baholagan. Bu o'z o'rnida o'sha sug'urta kompaniyalari yoki reyting ma'lumotlariga tayangan holda bu demak operatsiya rivojlanib ketgan. O'zbekistonda esa portfelga nisbatan talablar nisbatan ancha yuqori. Ya'ni bunda qarz yuki ko'rsatkichi 70% dan yuqori bo'lmasligi lozim. LTV, ya'ni kredit summasining garov summasiga nisbati demak 75% bo'lishi lozim hamda ajratilgan ipoteka kreditining davriyligi minimum 6 oyni tashkil etishi lozim. Bu nima beradi? Bu umuman mana shu ipoteka obligatsiyalar emissiyasi davrida sog'lom portfelni shakllantirishda va kelgusida buni o'sha investorlar o'rtasida ham sotish jarayonida demak risklarni ancha kamaytiradi. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, bu banklar uchun umuman uzoq muddatli resurslarni jalb qilishda yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Uy-joyni aholi daromadiga nisbati bu dunyo bo'ylab kuzatiladigan ko'rsatkich. Ya'ni tahlillaringizga ko'ra O'zbekistonda uy sotib olish imkoniyati so'nggi yillarda qay tomonga o'zgardi? Albatta yaxshi tomonga o'zgardi. Chunki buni tahlillar davomida bir necha faktorlar bilan ko'rdik. Eng muhimi o'sha xalqaro ipoteka amaliyotida keng qo'llanilgan house price to income ratio. Bu nimani anglatadi? Yillik daromad orqali aholi qancha muddatda uy-joy sotib olish imkoniyatiga ega. Umuman xalqaro ipoteka tadqiqotlarida bu 5 yil, 5 koeffitsiyenti yoki 5 yil desak bo'ladi. Bu normal ko'rsatkich sifatida e'tirof etilgan, lekin umuman so'nggi yilda global talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblik demak ta'sirida bu koeffitsient o'sib bormoqda. O'zbekistonda o'tgan yil yakunlari bo'yicha bu ko'rsatkichimiz, ya'ni house price to income ratio, demak 7,5 koeffitsiyentni tashkil etgan. Bu albatta yaxshi, chunki bu 2024-yilda bu ko'rsatkichimiz 9.5% ni tashkil etgan. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, albatta yaxshi tomonga o'zgardi. Yana bitta muhim faktor, Toshkent shahrida o'tgan yilda o'rtacha uy-joy narxi 14.9 million so'm tashkil etgan bo'lsa, ya'ni har bir metr kvadrati uchun demak aholini o'rtacha hisoblangan ish haqi orqali o'rtacha 72% ni qamray olgan, ya'ni 1 metr kvadrat uy-joy narxining 72% ni qamray olgan. 2024-yilda esa bu ko'rsatkich 58% ni tashkil etgan, ya'ni Toshkent shahrida aholini uy-joy sotib olish imkoniyati yaxshilangan deb xulosa qilsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bu yaxshi ko'rsatkich albatta. Yaqin kelajakda uy-joy va ipoteka bozori bo'yicha aholi qanday o'zgarishlarni kutishi mumkin? Bugungi kunda faol ravishda Iqtisodiyot moliya vazirligi tijorat banklari bilan birgalikda maqsadli ipoteka omonati loyihasi ustida ish olib bormoqdamiz. Buni jamoatchilik muhokamasiga ham e'lon qildik. Men o'ylayman, bu uy-joy sotib olish uchun aholida qo'shimcha yangi imkoniyatni yuzaga keltiradi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq subsidiya xabarnomasini amal qilish muddati demak 4 oy. Lekin Toshkent shahrida tan olish kerak, uy-joy sotib olish imkoniyati nisbatan boshqa hududlarga qaraganda biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Ya'ni 4 oy davomida fuqaro uy-joy topa olmasa yoki sotib olishga imkoniyati yetmasa, demak maqsadli ipoteka ochish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu hamma uchun majburiy emas. Mana shu maqsadli ipoteka omonatida bir qism mablag'larni o'z shakllantirgan taqdirda bank ham o'z navbatida demak bu ma'lumotni Iqtisodiyot moliya vazirligiga yuboradi va davlat sifatida dastlabki badalni 30 million so'm miqdoridagi boshlang'ich badalni bir qismi uchun subsidiyani oldindan to'lab beradi. Demak 12 oy davomida o'sha fuqaro
30 million so'm miqdoridagi dastlabki badal, ya'ni budjetdan berilgan hamda o'z mablag'lari hisobiga bozor stavkasida foiz hisoblab boriladi. Depozit sifatida mablag'lar to'g'ridan to'g'ri, demak, quruvchiga o'tkazib beriladi. Bu faol ishlab kelayotgan birinchi loyihamiz. Kelgusida yana bitta loyihamiz ipotekani kafolatlash tizimi joriy etiladi. Bunda holat bo'lishi mumkin, fuqaro sifatida dastlabki badalga mablag'i yetmasligi mumkin. Ayni shu holatda demak, davlat tomonidan kafolatlash mexanizmi ishga tushiriladi. Banklar o'z navbatida mazkur kafolatni qabul qilgan taqdirda umuman Markaziy bankning prudensial normalari sifatida demak, LTV ko'rsatkichida inobatga olinadi bu ham. Men o'ylayman, bu ham aholi uchun uy-joy sotib olishning yangi bir imkoniyati. Shuningdek, kelgusi yildan biz yosh oilalarga alohida ipoteka mahsulotini ustida ish olib bormoqdamiz bugungi kunda. 1 avgustga qadar alohida bu bo'yicha loyiha ishlab chiqilib, Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. Bunda asosiy maqsad o'sha fuqarolarning 30 yoshdan oshmaganligi hamda ipoteka kreditining demak, asosiy stavkadan bugungi kunda 14%, ya'ni 14% dan yuqori bo'lgan qismi demak, dastlabki yillar davomida budjet mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Bugungi kunda ipoteka krediti olishni rejalashtirayotgan fuqarolarimizga qanday maslahatlarni berardingiz? Ular qanday shartlarga e'tibor qaratishlari lozim? Eng muhimi, biz men o'ylayman, bozorda shu holatga keldikki, jamg'arishni oldindan boshlash bu eng to'g'ri iqtisodiy qaror hisoblanadi. Men o'ylayman, o'sha maqsadli ipoteka omonatini joriy qilishdan ham ko'zlangan maqsad ayni shunga qaratilgan, ya'ni fuqarolarimizni jamg'arish orqali uy-joy sotib olish, demak, kayfiyatini shakllantirish. Bu birinchisi. Ikkinchi muhim jihat, demak, qurilayotgan uy-joylarni loyiha smeta hujjatlariga yoki bo'lmasa belgilangan tartibda qurilishga ruxsatnomasiga egaligiga, shuningdek, qurilayotgan uy-joyning joylashgan yer uchastkalarining hujjatlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu ham muhim jihat. Yana bir tavsiya bergan bo'lardikki, o'sha aholi umuman o'zini daromadiga mos ravishda kichikroq bo'lsa ham o'sha daromadiga mos keladigan uy-joylarga demak, sotib olish. Chunki ipoteka krediti to'lash bilan bir qatorda uni demak, kundalik xarajatlari bor. Farzandlar ta'limi bilan bog'liq xarajatlar bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan daromadga mos uy-joy. Yana bir eng muhim jihat, umuman mana shu bugungi kunda qurilish jarayonidagi uy-joylarni, xonadonlarni sotib olishda shartnomalarga alohida e'tibor qaratish. Ba'zi holatlarda quruvchilar tomonidan maqsadli tarzda o'sha shartnomalarga bir tomonlama e'tibor qaratish holatlari bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib, fuqarolarimizda demak, shartnomalarning har bitta bandlari bilan alohida tanishib chiqish, kerakli takliflarni taqdim etish bu muhim huquqiy asos bo'ladi kelgusida. Keling, dasturimizda bilt savollarga navbat beramiz. Bu savollarga lo'nda qisqa javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Oddiy odam uchun hozirgi kunda eng muhim savol, hozir uy sotib olish vaqti keldimi yoki o'qitishi kerakmi? Men o'ylaymanki, umumiy trendni oladigan bo'lsak, baribir qisman o'sishi mumkin, chunki umuman talabni shakllantiruvchi omillar juda ko'p. Shu nuqtai nazardan imkoniyati mavjud bo'lgan holatda uy-joy sotib olish har doim to'g'ri iqtisodiy qaror hisoblanadi. So'nggi yillarda uy narxlari o'sdi, lekin aytilyaptiki, xarid qilish osonlashdi. Bu qanday paradoks bo'ldi? Buni asosiy omil sifatida ipoteka krediti olish bilan bog'liq imkoniyatlar ochib bordi. Umuman tijorat banklari tomonidan, Iqtisodiyot Moliya vazirligi tomonidan yangi loyihalarning e'lon qilinishi yoki bo'lmasa o'sha ipoteka ajratish jarayonini yengillashtirilishi bu ham qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Toshkentdagi uy-joy narxlari nega boshqa hududlarga nisbatan tez o'zgaradi? Sababi oddiy, talab yuqori. Birinchidan, chunki bu poytaxt sifatida, megapolis shahar sifatida uy-joyga talab har doim yuqori bo'ladi bu hududlarda. Ikkinchidan, aholining daromadlari nisbatan yuqori shakllangan.
va uchinchidan bu yerda investitsiya va ijara tizimi yaxshi rivojlangan. Shu nuqtai nazardan narxlar nisbatan yuqori. Ipoteka krediti haqiqatan ham imkoniyatmi yoki uzoq yillik yukmi? Bu albatta imkoniyat, chunki uy-joy qiymatini birdaniga to'lash imkoniyatiga ega bo'lgan aholi nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bu albatta imkoniyat hisoblanadi. Hozir qurilayotgan uylar soni ko'payib boryapti. Bu narxlarni tushiradimi yoki oshiradimi? Agar talabni shakllantiruvchi omillar o'zgarmagan holatda albatta bu tushiradi. Lekin bizdagi prognozlarga ko'ra talabni shakllantiruvchi omillar ham demak oshib bormoqda. Shu nuqtai nazardan bu demak bu barqaror darajada shakllanadi bu holat. Nima uchun birlamchi bozor, ya'ni yangi uylar ikkilamchi bozordan ko'ra ustun keladi? Chunki bugungi kunda aholi tomonidan faol foydalanilayotgan ipoteka kredit mahsuloti, ya'ni byudjet mablag'lari hisobidan ajratilayotgan kreditlari asosan birlamchi bozorga, sababi bu yalpi ichki mahsulotga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bu asosiy sabab sifatida ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazar yana bir muhim jihat, demak birlamchi bozorda qurilayotgan uylar umuman loyiha nuqtai nazaridan yoki bo'lmasa umuman o'sha qurilish joyi, joylashuv, lokatsiya nuqtai nazaridan yangi imkoniyatlar. Shu nuqtai nazardan bunga talab yuqori. Tasavvur qiling, siz oddiy fuqarosiz. Aynan bugun uy sotib olarmidingiz yoki ipoteka olarmidingiz yoki kutarmidingiz? Fuqaro sifatida yetarli mablag'im bo'lgan taqdirda albatta sotib olgan bo'lardim. Chunki bu yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, uzoq muddatli demak ko'lamda bu albatta o'zini iqtisodiy jihatdan oqlaydigan qaror hisoblanadi. Agar yetarli dastlabki badalga yetarli mablag'im bo'lmagan taqdirda albatta men jamg'arishni afzal ko'rgan bo'lardim. Bugungi mazmunli suhbat uchun sizga katta rahmat, tashakkurimizni bildiramiz. Bozor har doim o'zgarib turadi, lekin kerakli vaziyatlarda to'g'ri qaror va qimmatli bilimlar insonga har doim asqotadi. Bizni kuzatib boring va biz bundanda foydali tahlillar bilan yana qaytamiz. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.